Oxirgi ko'rgan tasvirim u meni o't-o'lanlar orasiga oyog'imdan tortib sudrab ketardi. Ko'zlarimni uyimda ochdim. Tepamda onam ko'z yosh to'kib turar, dadam va mulla ichida duo o'qib turardi. Harakat qilardim, lekin gapira olmasdim. Qo'rqib ketdim. Aytishlaricha, kimsasiz joyda menga jin tegibdi. 3 kun duduqlanib gapira olmadim. Sekin-sekin o'zimga kela boshladim. Va shundan keyin hech qachon bir o'zim yolg'iz tunda u yerlarda yurmaydigan bo'ldim. Xullas, bir necha haftadan so'ng menda g'ayrioddiy hodisalar, to'g'rirog'i yolg'iz qolsam, har xil g'alati, dahshatli hodisalar bo'la boshladi. Tunda xonamda uyquga yotganimda xonam eshigi ortidan kimningdir qadam ovozlari eshitilardi. Yuragim larzaga kelardi. Qo'rqganimdan chiroqni yoqib, televizor ovozini balandlatib yotardim. Ertalab uyg'onsam, xonamda chiroq yoniq, lekin televizor elektron tok tizimidan rezetkadan uzilgan holda turardi. Uydagilardan so'rasam, xonamda hech kim yo'q, hech kim kirmagan. Uyqusiraganimdan o'chirganmandir-da deb o'yladim. Har tunlari uyg'onib ketardim, qarasam derazamdan kimdir qarab turgan qop-qora sharpani ko'raman. Dahshatga tushaman. Siz bu hodisaga, bu kechinmalardan insonda qanday agressiv depressiya holatlari kechadi bilmaysiz. Psixolog ko'rigiga borganimda menga shizofreniya tashxisini qo'yishdi. Qattiq qo'rqgansiz deyishdi va dam olish muassasasiga jo'natishdi. U yer gavjum lager edi. Har bir xonada 2 kishi bo'lib, sherik bo'lib yotardik. Basseynlar, har kuni madaniy hordiq, xullas mazza qilib dam olardim. Bir kuni yana yarim tunda uyg'onib ketdim. Negadir tomog'im qaqrab ketibdi. Derazamdan tung qora sharpa menga tikilib turardi. Dahshatdan baqirib yubordim. Bu baqirishimdan sherigim uyg'onib ketdi. "Ha, qo'rqinchli tush ko'rdingmi?" dedi. Men esa derazaga qara deya qo'rqganimdan tutilib gapirardim. U yerda esa hech nima yo'q edi. G'alati. Bu paranormal hodisa ham emasdi. Juda dahshatli edi. Meni o'rnimda hech kim bo'lishini istamasdim. Juda dahshatga tushardim. Chunki biz turgan xona 3-qavatda. Derazadan birov mo'ralashini esa hech ham iloji yo'q edi. Har tun dahshatli tush ko'rib chiqardim. Kimsasiz qorong'u joydaman. Atrof juda zimziyo. Faqat sap-sariq ko'zlar ko'rinardi. Ortimdan ta'qib etardi. Bo'ynim qizib, nafas olishim qiyinlashardi. Qochardim. Qandaydir ko'lmakka toyib ketardim. U endi yetib olay deganda uyg'onib ketardim. Hamma yog'im jiqqa ho'l, terlab ketganman. Bir kuni juda mudhish hodisa bo'ldi va o'sha hodisadan keyin o'zimga kelishim juda qiyin bo'ldi. Har doimgidek lagerda dam olishdaman. Ko'zlarimni endigina yumdim. Deganimda kravatim prujinasi g'ichirlab, kravatimni ostida nimadir borligini sezdim. Bu his meni butkul qo'rquvdan tamom qilgandi. Juda qattiq qo'rqardim. Holsizgina betlamay kravatim ostiga o'girildim. Bu qanday dahshatki, u yerda men o'zimni ko'rdim. Ko'zlarim sap-sariq tusda yonardi. Qo'llarim esa qon, bo'ynimda esa kuygan jarohat izlari bor edi. Nafas yetishmasdan o'zimga kela olmay qoldim. Ancha payt gapira olmay va hatto harakatlanishim ham qiyinlashib qoldi. Bu hodisadan hatto tasavvur qilishingiz qiyin va buni oddiy so'z bilan izohlab bo'lmaydi. Shundan keyin men namoz o'qishga qaror qildim va shundagina meni bu qo'rqinchli jinlar taqibi bezovta qilmay qo'ygandi. Esingizda bo'lsin, tilingizdan Alloh tushmasin. Doim qayerda, qay vaqtda, qay ahvolda bo'lmang, tahorat bilan yuring. Kalimangizni qaytaring. Shunda doim sizlarni Alloh o'z panohida asraydi. Sizlarga audio hikoyam yoqdimi?
unda o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va like tugmasini bosishni unutmang. Agar kanalda obuna bo'lmasdan videoni kuzatayotgan bo'lsangiz, iltimos podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying va bundan afsuslanmaysiz.